Namozlar kirgizmayaptimi? Ko'prikka ham chiqolmaysizlar aka. Bugun xudo xolasa jamoamiz, ya'ni premium oilasi a'zosiga hali qo'shilib ulgurishga unaqa ko'p vaqt bo'lmagan, lekin o'sha oilamiz a'zosiga aylangan Doniyor akaga sovg'amiz bor. Shu sovg'ani sizlar bilan birgalikda beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Alo. Aka, Ustoz. montajlab tugatdingizmi? Ozgina qoldi, tugadi. Ha, bo'pti aka, endi qolganini ertaga tugataverasiz. Bunaqada o'tiribmiz biz. Buni 24 soat ko'chadamiz, keling. Ha, ko'chadami? Ha. Bo'ldi. Tinchlikmi? Ha, bitta video ham bor, olib ketasiz bir yo'la. Ha, bo'ldi. Mikrofon olaman. Bo'ldi, xo'p. Aka, videolarimiz ancha kech qolib ketyapti-yu. Bir haftada o'tgan hafta ikkita qo'ydikmi, bitta qo'ydikmi? Ikkinchisini qo'ymaydi. Bilmayapti. Ana shu yerdaligimda bir kunda 3 ta qilib ovsiz bo'lar ekanda, yig'ib. Biz keyin kech ham kelyapsiz shekilli. Hozir ham zo'rg'a yetib, yarim soatda keldingiz. Necha minutda keldingiz? Zo'rg'a yetib keldi. Namozlar kirgizmayaptimi? Ko'prikka ham chiqolmaysizlar aka. Qashmayapti aka. Hozir eskiga qaramas kerak. Hayronman. Yuzga qo'yib yerda kelaverasiz aka. Taksilarga bo'ladi menimcha. Hayronman, bilmadim. Kuni most bir narsa qurilyapti deb turib haydavordi. Aylanib 2 marta kurib aylandim-da. Qaramay turganda o'tib olib, keyin ofisni yoniga qo'ydim mashina. Nima video? Nima videolar? Endi kibir ko'chaga biz ham kelib qolibmiz, hozir mashinalarni o'xshatib, bitta video olamizda endi. Mersda? Ha, qo'ydinglar. Mashinlarga joyladik. Bo'lsam yuring mashinalarni oldi, bitta video qilaylik aka. Bolalar ketishlarni ham yordaminglar kelib qoladi. Kim qo'yib ketdi aka buni? Damasda ko'prikka chiqarmayaptimi siz? Endi mashinada ko'prikka chiqib aylanib kelasiz aka. Qaysi mashina? Mashinada. Ey dost, birga tug'ilmadik, o'lmaymiz birga. Ey dost, ko'nglimni senchalik bilolmas o'zga. Har qachon yonimda bo'larding tirgak. Qolganlarga ham tezroq, tez kunda. Ey dost,